Аңлаватқаныңла Uyghur xalq çöçeklerinden iradalik ata-bala. Burunqı zamanda bir yurtning puhralari nihoyatda bayashat bo'lib, padishohining hech narsadan g'emi yo'q ekan. Lekin har vaqt u yerda bo'ron chiqib, yurtga baloyi ofat keltirib, kishilarni xonavayron qiladi ekan. Kishilar orasida bo'ronni ko'hi qopdan chiqadi ekan degan gaplar tarqalibdi. Shundaq vaqtlarning birida bir palvon ko'hi qopga qarshi urush qilg'ili mengibdi. Uning ayoli yangiginiga andila bir necha oy bo'lgan ekan. Bala o'g'il bo'lib, nihoyatda tez cho'ng'iyishga boshlabdi. Palvon ko'hi qopga qarshi urushga mengish oldida o'zining to'nining o'ng ko'ksiga muhrini besib o'g'liga qoldiribdi. Va navoda qaytib kelolmasam, cho'ng bo'lganda meni izdisun debdi. Puhralar palvonga nihoyatda nurg'un narsalarni yo'lliq tutibdi. Palvon bu narsalarning ko'pini o'g'liga qoldirib, ozroq bir qismini ilib, tulpariga minib, shamshirini esib, cho'yundan kash, to'mirdan hasa, po'latdan qilish yasatqizib, yo'lga ravon bo'pti. Yo'l mengib charchisimi, to'xtamay osmonga taqashqudek tog'lardan eshib, kun nuri tushmaydigan o'rmonlarga kiribdi. Yavoyi hayvonlar bilan elishib, o'z yurtidan bir necha yillik yiroqlashib, bir sozliqda ketib olsa, oldiga to'limi qiyri, oftobda kuyib, chiroyi qop-qora bo'lib ketgan bir kishi uchrabdi. Va "Meni elib olsang, foyda topadding. Elib olmasang, ziyon tortib qolasan" deb palvonga yelinibdi. Palvon bu kishiga ich og'irtibdi va qiyri kishgan. Elib olsam, elib olay deb, u kishini bo'yniga mindirib, yo'liga ravon bo'pti. Dastlabda u kishi nihoyatda yenik tuyulibdi. Bir oz mangandan keyin u ig'irlashishga boshlabdi. Yana bir oz mangandan keyin texmi ig'irlashishga boshlabdi. U aslida Rodopay ekan. Palvon bo'ynidan elib etay desa, Rodopay ching yepishibdi. Palvonning putlari telib, bir daryoning bo'yiga yetib ketdi. U suvdan uzib o'tmoqchi bo'pti. Rodopay bu yerda tushibdi va ko'zdan g'oyib bo'pti. Palvon Rodopaydan qutulib, daryoning u chetiga o'tish uchun o'zini etibdi. Daryoning qop o'tirsiga kelganda holi qolmabdi. Shundaqdimi g'ayratlanib ketib olsa, oldiga bir qizil gul eqib ketdi. Palvon gulni tutib elib, shundoq purgan ekan, ruhi ko'tarilib, teniga kuch-quvvat qo'shilibdi-da, daryodan o'tibdi. Gulni purab, yo'lini davomlashtirib ketib olsa, oldiga nihoyatda cho'ng bir maxluq uchrabdi. Palvon bu maxluqning oldida birdam turgandan keyin maxluq ko'zini ochibdi va "Kimsan?" deb varqirabdi. "Men odamzod, o'zing qandoq maxluq?" deb so'rabdi palvon. "Men deva. Bu yerga sen nima uchun kelding?" deb so'rabdi deva. "Ko'hi qopga qarshi jang qilib, bo'ronni to'xtatish uchun keldim" debdi palvon. Deva palvonning so'zini anglab, qattiq kulib ketibdi va palvonning kukulisidan tutibdi. Palvon hushidan ketibdi. Qanchalik vaqt o'tganligi noma'lumkan. Palvon hushiga kelib, ko'zini ochsa, qop-qorong'u bir o'nkirning ichida yotqudek. Palvon o'rnidan turib, chiqib ketish uchun mengibdi. Xeyli mangandan keyin o'nkirning eg'iziga yetib kelishiga, heliqi maxluq palvonni ko'rib qilib, o'nkirning eg'izini cho'ng qo'ram toshlar bilan etibdi. "Bir necha kundan buyon 39 odam tutqandim. Sen bilan to'p-to'g'ri 40 bo'ldi. Zih qizitib, badaningni zihqi sanjib yem qilaman. Shu vaqtda ko'hi qopning bo'rinini to'xtatasan" debdi u va nihoyatda uzun 40 zihni o'tqa tashlab qo'yib, ikki qo'lini chekisiga qo'yib, uyquga ketibdi. Palvon o'nkir ichida aylanib yurib, 39 tutqanni tepibdi. Va "Hammamiz bu maxluqning qo'lida o'lib ketguncha, bizmi onunga o'zimizning kuchini ko'rsatib qo'yaylik" debdi.
Tuqqunlar bu so'zga qo'shilibdi. Shuning bilan ular deviga to'ydirmasdan har biri birdan zixni elib, biri devining ko'ziga, biri qo'liqiga, yana biri mengasiga sanjibdi. Devining o'ng qo'liga zix sanjilg'ashqa, sol qo'lini pulanglatib quram tashlarga uribdi. Tashlar do'milinib guldirlagan ovoz chiqibdi. Deva oxir jon talishib, ming taslikda o'libdi. Kishilar o'limdan qutulib, o'nkirning eg'izidagi quram tashlarni elib, o'nkirdan chiqib, o'z yo'liga ravon bo'pti. Palvonning uyidan chiqiniga necha qish, necha yozlar bo'pti. Chach soqollari oqiribdi. Cho'yun kash teshilibdi. Hasa uprab yerimi qapti. Shundaq bo'lsa-mu, yo'lvas izidan, mard so'zidan qaytmas degandek, palvon xalqning umidini oqlash uchun kech-kunduz to'xtamay yo'l yuribdi. Yurgan siri bo'ronmi kuchayibdi. Po'lat hasa cho'yun kashlar uprab butunlay qolmabdi. Palvon tanda jonning oz qolganiga qaramay yo'l yuribdi. Shunda qilib ko'hi qapqimi yetib kelibdi. Va bo'ronning qattiq chiqqan yeriga ishkirlab kirgan siri qap-qora islar ko'tarilib, bo'ron bilan qo'shilib, cho'ng tashlarni uchirib, palvonning badallarini zaxmlantiribdi. Shundaqdimi palvon oxir bir ko'lga yetib kelibdi. Ko'lning atrofi oltin bilan qashalangan. Qashalarning atrofida oltinlar tog'dek dövlishib turgan ekan. Palvon bu g'alati ishlarni ko'rib, hayron qopdi. U qattiq chanqab ketganlikdan ko'lning suyini qong'icha ichib bo'lib, suvga cho'milibdi. Suvga cho'milib bo'lganda uydan chiqqan dastlabki yigitlik holatiga qaytib, nihoyatda kuchlanib ketibdi. Bu ko'l aslida odam yashartquchi va saqaymagan kasallarni saqaytquchi xosiyatlik ko'lkan. Palvon ko'ldan chiqsa, oldiga takidak bir narsa do'milinib ketdi-da, yuqori to'van o'rlab palvonga etilibdi. Palvon shamshirini sug'urib, bu narsani chanabdi. Lekin shamshiri o'tmabdi. G'azab bilan yana chanigan ekan, o'ttirsidan ikkiga bo'linibdi va ichidan is ko'tarilibdi. Is ichidan bir necha devi chiqib, palvonga etilibdi. Palvon ular bilan elishibdi. 4 kech kunduz elishgandan keyin devilardan ikkisi qapdi. Palvonning beshi yorilinib, qo'l-putlari zaxmlanibdi. Shuning bilan yugurib berib, ko'lga o'zini yana etibdi. Asliga kelgandan keyin qolgan 2 devi bilan elishib, ularni yo'qitibdi. Qora islar yo'qilibdi. Bo'ron pasiyibdi. Palvon takidak narsani chanab parcha-parcha qilib etibdi. Palvon ko'l atrofidagi oltinlarni necha yillik yiroqlarga etibdi. Palvon bu ishlarni qilib, orzusining amalga oshganligiga mamnun bo'lib, o'z yurtiga qaytmoqchi bo'lganda, ko'kdan nurg'unlagan qizlar uchib, ko'l atrofiga tushibdi. Ular palvonni orqa elib, usul o'ynab, naqshi aytib, palvonga tashakkur aytibdi. Palvonning ko'ngliga shu an o'z uyi, o'g'li va ayoli kelibdi. O'g'lini ko'z oldiga keltirib, hozir qanchalik bo'lgandi deb o'ylab, qizlarning usullariga qaramayla uyiga qarab yo'l olibdi. Qizlardan birisi uning oldiga kelib, ko'lning suyidan oltin qapoqqa qachilab yo'lliq tutibdi. Endi 2 kalima so'zni palvonning ayoli va o'g'lidan anglayli. Palvonning ayoli palvon safarga chiqish oldida aytgan nasihatlari bo'yicha o'g'lidan yaxshi xabar olibdi. O'g'il tez cho'ng bo'pti va qayerga borsa kishilar uni yaxshi kutib olibdi, hurmatlabdi. Quramiga yetguncha ustixonlari odatdan tashqari cho'ngayibdi. U ko'zidan bir xil alohida nur chaqnab turadigan, xushxuy, kuchliklikda shir bilan elishalaydigan yigit bo'pti. U har kuni bekor vaqtlarida 2 qo'liga tugman teshini elib o'ynaydi ekan. Uyda yo'q narsalarni tepib, mushkulni oson qilib, onasining ko'p qitim rahmatini olibdi. Lekin bo'ronning dastidan qumlar uchib kelaverib, shaharni besib, kishilarni makonlardan ayrilishga majbur qilibdi. Palvonning ayoli va o'g'li bo'ron azroq chiqadigan bir daryoning bo'yiga ko'chib berishga majbur bo'pti. Palvonning o'g'li bir kuni onasidan: "Ona, aytinga, mening dadam o'lib ketganmi yoki hayotmi?
Hayat bo'lsa, zodi qayerda? Vafot bo'lib ketgan bo'lsa, qabrisi-chu? deb so'rabdi. Anisi bo'ron to'xtamagan bo'lg'ashqa hech narsa deyolmabdi va palvonning ko'hi qapqa qarshi manganligini aytmabdi. Aradan bir necha kun o'tgandan keyin o'g'il daryo bo'yiga chiqib, ikki qo'liga ikki tugman teshini elib perqirtib cho'rgiltib o'ynayotganda, so'l qo'lidagi tugman teshi qo'lidan chiqib ketib, daryo bo'yida suv ilayotgan Momay tarafga qarab do'milabdi. O'g'il yugurib berib, toshni tutib olguncha suv to'shtirib qo'ygan qapoqni yanjib etibdi. Momay qechib aran jon qutqizibdi. O'g'il Momaydan apo so'rab bo'lguncha Momay Otisi yo'qning besh cho'ng degan shu-da. Onisi buyurgan ishni qilmay, qapiqimni yanjib etganini qara. debdi-da saqqalgan yana bir qapig'ini elib, asta ketib qapti. Momayning bu so'zi o'g'ilga to'limi eg'ir kepti. O yugurib uyga kelib onasidan Ana, mening otam zodi bormi yo'qmi? deb onasining oldida tizlanib yig'lab so'rabdi. O'g'ilning onasi oxir Talog'i chiqib, kishilardan so'rab baqqin, debdi. O'g'il uydan chiqib ketibsa, oldiga bir bovay uchrabdi. O'g'il uningdan "Bova, men sizdan bir savol so'rmoqchiman. Javob beramsiz?" debdi. Bovay o'g'ilning so'zini anglab to'xtabdi va "Qandoq savoling bo'lsa ayt o'g'lim. Bilishimcha javob berishga men tayyor." debdi. "Balkim siz bilsangiz kerak. Men onamdan so'rsam aytqili unimidi. Mening otam bormi yo'qmi?" deb so'rabdi. Bovay o'g'ilning bu so'zini anglab, ko'ziga issiq yosh ilib, "O'g'lim, sening otang bor. U menga o'lmaydi. U hayot." debdi. Va bo'lgan voqealarning hammasini uningga so'zlab beribdi. O'g'il so'zni anglab bo'lib, uyga qaytib kiribdi. Bovaymi uning orqasidan birga kiribdi. Yigit onasiga "Ana, men hamma ishni uqdim. Men otamni izlayman. Otamning izini bosaman." deb onasiga yalviribdi. "Jenim o'g'lim, otangni izlash, uning izini besish albatta sening burching. Men seni qo'llayman." debdi onasi. Palvonning safarga chiqish oldida qilgan nasihatlarini o'g'liga aytib va otasi qoldirib ketgan to'nni uningga kiydiribdi. Shuning bilan o'g'il otasini izlab ko'hi qapqa qarab yo'lga chiqmoqchi bo'pti. Heliqi bovay o'g'ilga bir shamshar yo'lliq tutibdi. O'g'il bir necha kun ichida onasiga nurg'un o'tin akilib berib, andin yo'lga chiqibdi. O'g'ilning ko'hi qapqa qarshi manganligini anglagan kishilar taraf-taraflardan kelib, o'g'ilga yo'lliq tutishibdi. Bir muncha yigitlar o'g'il bilan birga safarga chiqishni talab qilishibdi. O'g'il qavul yigitlardan 6sini tanlab, o'zi bilan 7 kishi bo'lib, yurt xalqi bilan xo'shlashib, safarga otlanibdi. O'g'ilning safarga otlangan vaqti otasining yo'lga chiqqan kuniga to'g'ri kelibdi. O'g'ilmo otasiga o'xshash ko'p jafo mushaqqatlarni tortib yo'l yuribdi. Ularning yemak-ichmaklari tugabdi. O'rmonliqlarga kelganda yovvoyi hayvonlarni ovlab yebdi. Bir necha yil yo'l yurib, oxir bir shaharga yetib kelibdi. Bu shaharning odamlarining tishidan boshqa yer qop-qora ekan. Bu kishilar 7 yigitni ko'rib, hayronlik bilan ularga qarashibdi. Yigitlar shahardan kesib o'tib ketish uchun mengib, shaharning o'ttirsidagi munarning oldiga kelibdi. Bu munar podshohning shahar xalqini ko'zdan kechirish munari ekan. Podshoh shahar xalqini ko'zdan kechirib etib, o'z odamlarga o'xshamaydigan 7 yigitni ko'rib qapti. Va nökerlarga yigitlarni o'rdiga taklif qilib akilishni buyuribdi. 10 necha nöker ularni o'rdiga taklif qilibdi. Yigitlar taklifni qabul ko'may o'z yo'liga mengayveribdi. Podshoh bu ahvolni ko'rib, yana bir necha 10 nökerlarga yigitlarni tutib kelishni buyuribdi. Nökerlar yigitlarni bog'lab, o'rdiga elib bormoqchi bo'lishibdi. Yigitlar nökerlarga tutib bermay elishib, hammasini yer tishlatib, o'z yo'liga ravon bo'ldi. Podshoh bu ahvollarni ko'rib, g'azabi 40 kez o'rlab, yigitlarga qaritib o'qya etishni buyuribdi. Yigitlar bu ishdan xabarsiz ketayotganda, o'qya o'qlari sanjilib, ularni yiqitibdi. Podshoh yana nökerlarga buyurib, yigitlarni o'rdiga keltiribdi va ularning shamsharlarini elib, taxtning to'risiga ostirib qo'yib, o'zlarini zindonga tashlatqizibdi.
Bir necha vaqt o'tgandan keyin yigitlarning yarisi saqayib asliga kelibdi va maslahatlashib zindondan qochmoqchi bo'lishibdi. Ular bir kuni tong etishga yaqin zindondan qochib chiqib, shamshirini elib olish uchun podshoh ordisiga kelibdi. Va shamshirini elib, texi ordi sirtiga chiqmayla orqadan nökerlar qo'g'lab chiqibdi. Yigitlar nökerlar bilan elishib, oxir tumanlagan nökerlar orasida qo'rshovda qolibdi. Palvonning o'g'li ahvolning chatoqligini bilib, yondagi tomdan bir sakrabla chorbog' ichiga kirib olibdi. Bu dal Malika chorbog'da sayli qilib yurgan vaqtgan. Malika yigitni ko'rishi bilan tang yigitning oldiga kelibdi. Va texi gap so'ramasda nökerlarning cho'qan so'ralari anglanibdi. Ular meni tutmoqchi, debdi yigit. Malika yigitning so'zini anglab, uni darhol yoshirib qo'yibdi. Shu an nökerlar chorbog' ichiga kiribdi. Malika bu yerga odam kelmaganligini aytib, ularni yo'lga sapdi. Andin yigitni yoshirib qo'ygan joyidan chiqarib mundaq debdi. Ey Batur qaran yigit, o'z yurting qayan yigit, anglashqa raying bo'lsa, qilay so'zim bayan yigit. Bo'lma bundaq avara, chorbog'ni sayli qil. Qilay ko'nglim oshkora, senmi bunda o'yna kul. Men sening yoring bo'lay, sirdosh dildoring bo'lay. Ger bo'lsa boshqa so'yguning, jabdub seni yo'lga salay. Yigit Malikaning nazmisini anglab safarga chiqishning sababini va o'z yo'lidan mangu qaytmaydiganligini aytibdi. Malika so'z qilmabdi va yigitni jabdub chiroyini qorini qoplab mapiga chiqarib, shaharning sirtiga elib chiqib, mapidan tushiribdi. Yigit Malikaga rahmat aytib, xo'shlashib, yo'lini davomlashtiribdi. Yigit cho'qqisi osmonga taqashgan tog' tuviga yetib kelibdi va tog'ga yamishib 99 qitim do'milab tushib, 100-chi qitimda oxir tog'ga chiqibdi. Qarag'udek bo'lsa, yayloqlarda o'tlar o'sib ketgan, lekin biror uchar qush yoki biror hayvonmi ko'rinmabdi. Yigit bir oz ajablanib, yana bir oz yo'l yurgandan keyin nurg'un uylar bor bir joyga kelibdi. Uylarni sanab baqsa, to'p-to'g'ri 40 uy ekan. Lekin hech qaysi uyda odam yo'q ekan. To'satdan guldirilgan ovoz bilan tang oldiga bir o't uchib chiqibdi-da, 7 boshliq yalmavuzga aylanib, yigitga etilibdi. Yigit shamshirini sug'urib elib, yalmavuz bilan elishib, oxir 6 beshini chepibdi. Yalmavuz yigitga kuchi yetmaydiganligini pamlab, qochmoqchi bo'pti. Yigit shamshirini g'azab bilan urgan ekan, yalmavuzning oxirgi beshi 2 parcha bo'pti. Va 40 oltin oshqush yerga tushib qopdi. Yigit oshqushlarni elib, eshiklarni bir-birlab ochgan ekan, birida oltin, birida kumush, birida kiyim-kechak, yana birida yemaklik, yana birida har xil qushlar bor ekan. Yigit 39-uyning eshigini ochib qarasa, uyda 9 parizat qiz o'ltirg'idak. Yigit ularni ozod qilibdi. Qizlar yigitga yalmavuzning o'zlarining beshiga solgan zulmlarni so'zlab beribdi va o'zlarini bu zulmlardan qutqizganligi uchun yigitga ko'p rahmatlarni aytibdi. Yigit eng oxirgi 40-uyning eshigini ochgan ekan, yog'och otlarni ko'ribdi. Ondan keyin oshqushlarni qizlarga berib, yo'lni davomlashtirmoqchi bo'pti. Shu an 9 qiz uning oldida turib, bu yerga nima sababdan kelganligini so'rabdi. Yigit ahvolni aytib beribdi. Qizlarning eng kichigi uningga mundaq debdi. Qushqa jup qanot kerak, parvoz qilib uçmoq uchun, odamga odam kerak, nusrat zafar qushmoq uchun. Siz bilan birga bo'lib, otingizni izdayli, yog'och otni elib kelay, anga birga minayli. Bu parizat qiz rang bilan nurdan turalgandek go'zallik bo'lib, uni eng go'zal deb tasvirlasimi, to'gini cho'chakda sug'argandek, tavarga tag'ar bilan yamoq solgandek bir ish bo'ladi ekan. U qiz yigitning palvonligi, irodalikligi qoyil bo'lib, uning hijron etizligiga yigitning qizilguldek qomida yiltiz tortibdi. Yigit qizning go'zalligiga, e'tiqodlarining haqligiga qoyil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin o'z burchini o'ylab, hech nima demay yo'lga ravon bo'pti. Kichik parizat qiz uchidigan yog'och otni elib, boshqa parizatlar bilan xo'shlashib, yigitning orqasidan yuribdi. Yigit parizatni o'ylab ketayotganida, parizat yog'och ot bilan uchib ketdi va yog'och otning so'l qo'ligini to'lg'ab yerga qo'nibdi-da, "Qani otga mening" debdi. Yigit yog'och otga menib qizni oldiga o'ltirg'izibdi.
Yigit yağaş atning o'ng qo'lig'ini to'lg'igan ekan, havoga ko'tarilibdi. Ular 1 yillik yo'lni bir kunda besib, kech bo'lganda bir daryo bo'yiga yetib ketdi va shu yerga tushibdi. Bu daryo palvonning Rodopaydan qutulgan joy ekan. Yigit bilan Parizat shu yerga gulxon yiqib, uzoqcha mungdishib, o'z ishqini bayon qilishibdi. Andan ular yerni selincha, osmonni yepincha qilib aram opdi. Shu kuni yigitning ota-onasining tushida mundaq ish ayon bo'pti. Palvon va uning ayoli bir tub ko'chat ekan. Uzoq o'tmay palvon safarga chiqib ketganmish. Ko'chat cho'ng bo'lib meva bergudek bo'lganda, ayoli palvonni izlab yo'lga chiqqanmish. Uzun yo'llarni besib, ko'p jafo mushaqqatlarni tortib bir taqqa chiqqanda, ko'kdan bir jup qizilgul ko'chdi uchib kelib, ular tikan ko'chatning yeniga tikilganmish va ularning shoxlari bir-biriga giralashganmish. Palvon uyg'onib ko'rgan tushini o'ylab, o'g'lining o'zini izlab yo'lga chiqqanligini va o'ziga loyiq topganligini qiyos qildi. Palvon o'rnidan turib, yo'lini davomlashtiribdi. Palvonning ayoli ko'rgan tushini o'ylab, o'g'lining otasini izlab topolmaganligini va o'ziga loyiq topganligini qiyos qilib, o'rnidan turib o'g'liga va yo'ldoshiga omon esanlik tilabdi. Bu chaqda palvonning devilarini yo'qitib, bo'ronni to'xtatib, o'z yurtiga qarab yo'lga chiqqaniga bir necha yil vaqt bo'lgan ekan. Yigit bilan Parizat atsi atiganda yana yog'och otga minib uchibdi. Ular bir necha oy uchib Ko'hiqopga yetib ketdi. Lekin bu yerdagi alomatlardan palvonning allaburun Ko'hiqopni bo'ysundirganligini bilib, u yerni ko'p izlab palvonni topolmay yenishibdi. Aradan necha oylar o'tibdi. Bir kuni Parizat yo'lda ketib etib, yigitga o'zining homildor ekanligini, tug'ishga oz vaqt qolganligini aytibdi. Yigit Parizatning so'zini anglab, uni qolgan Parizatlarning yeniga elib beribdi va uni shu yerda qoldirib, o'zi yana 6 yog'och otni bir-biriga chetib, tog'dan tushib, o'zi bilan birga yo'lga chiqqan 6 yigitni qutqizish uchun mengibdi. U o'zlari dastlab tutilib qolgan shaharga kelibdi. Dal shu vaqtda 6 yigit zindondan qochib nökarlar bilan elishayotgan ekan. Yigit shamshirni elib nökarlardan bir nechasini chepibdi va 6 yigitga "Qani chapsan yog'och otga mininglar, o'ng qo'lig'ini to'lg'anglar" debdi. Yigitlar yog'och otga minib, o'ng qo'lig'ini to'lg'agan ekan, havoga ko'tarilib uchib ketibdi. Nökarlar hang-tang bo'lishib, qarishib qapti. Yigit qolgan 6 yigit bilan birga otasini izlab uchibdi. Bir necha oy yo'l yurib, palvonni topolmabdi. Oxir ular nihoyatda cho'ng bir cho'lga yetib kelibdi. Ular palvon cho'qim mushu yerdan o'tadi. Cho'ldan uzun bir o'stang elib suv boshlasak, u cho'qim bu yerda odam borgan deb bizni izlaydi deb o'ylashib, cho'ldan o'stang elib suv boshlab kelibdi. Palvonning o'g'li Parizatni seg'inib, yog'och otga minib Parizatning qishig'i beribdi. Va Parizatning yenida yotgan 2 o'g'il buvoqni ko'rib, ko'ngli yayrab ketibdi. U bu yerda bir necha kun turgandan keyin ular bilan xo'shlashibdi. Yigitlar palvonni har tarafga bo'linib bir qancha yil izlabdi. Lekin derikini ololmay, o'zlari o'stang elib suv boshlagan cho'lga qaytib ketdi. Endi 2 kalima so'zni palvondan anglamoq kerak. Palvon inson beshiga kelib baxmagan qiyinchiliklarga bardoshlik berib, yo'l azobidan, holidan ketishga oz qolganda, Ko'hiqopdagi Parizatlar bergan oltin qapoqdagi suvni ichib yo'lni davomlashtirib, bir cho'lga yetib kelibdi. Qarasa, oldida bir o'stang turg'idek. Palvon buni ko'rib, bu yerda odamzod bor ekan deb o'ylab, suvdan qong'uchi ichib, futini suvga chilab o'ltirgan ekan, suv to'silib, tuvanga oqolmay qapti. Bu vaqtda yigitlar o'stangning oyog'ida dam elayotgan ekan. Ular suvning aziyib ketganligiga qarab, orasidan 2 yigit ko'rib kelmoqchi bo'lib, o'stangning beshiga mengibdi. Palvonning o'g'li va 4 yigit dam elib qapti. 2 yigit o'stang bo'ylab berib qarg'udek bo'lsa, nihoyatda gavdalik bir kishi putini o'stanga chilab o'ltirgudek. Yigitlar buni ko'rib, achchig'i kelibdi. "Ey xumpar, putlaringni o'stanga tiqmay, suvni oqila qo'ysangchi" debdi yigitlar. Palvon kulib, "Kechiringlar o'g'illarim" debdi-da putini tortibdi. Yigitlar qaytib berib, ahvolni aytibdi. 7 yigit billa palvonning oldiga kelibdi va palvonning ismi zotini, qayerdan kelganligini, nima uchun kelganligini so'rabdi. "Mana bu oltin qapoq Ko'hiqopdagi Parizatlarning menga yo'lliq tutgan qapoqi" debdi palvon. Palvonning o'g'li shu an
bu kishi dadam bo'lsa kerak deb o'ylabdi va to'nining o'ng ko'ksidagi muhrini uningga ko'rsatibdi. Palvon o'zining muhrini ko'rib, balam deb o'g'liga o'zini aytibdi. Yigitmi ata deb uning oldiga yuguribdi. Ular bir-birini bag'riga besishib, hushidan ketibdi. Palvonning ovozi bilan yigitning ovozi butun koinotni zilzilaga sapdi. Palvonning ayolimi bir necha yillik yiroqlikda turib, bu ovozni anglabdi. Farizatmi bu ovozni anglab, ikki o'g'lini birdan yog'och otga mindirib, o'zi bir otga minib, tog'dan tushib kelsa, yigit bilan palvon hushsiz yotqudek. 6 yigit ularning beshida parvona bo'lib yurish kerak. Farizat o'stangdan o'chimida suv ilib, palvonga va yigitga chechibdi. Palvon va yigit ko'zini echibdi. Balalar bova deb palvonga yamishib, tiziga o'ltirishibdi. Ota bola bir-biriga beshidan o'tganlarni aytishibdi va xushalliq yoshlarini to'kishibdi. Andan ular yurtiga qarab yo'lga chiqibdi. Palvonning ikki nevarasi bir yog'och otga minibdi. Qolganlarning hammasi birdan yog'och otga minishibdi. Ular bir necha kun uchgandan keyin palvonning oldiga chiqqan kishilar bilan ko'rishibdi. Ular yo'l bo'yi bazmi tuzib, naqshi usul o'ynab yurtiga qaytishibdi. Palvon bilan birga yo'lga chiqqan 6 yigit va shu yurtdagi ziyrak, qobil 3 yigit 9 Farizat bilan to'ylashibdi. Farizat palvon akelgan oltin qapoqdagi suvni mo'may bo'lib ketgan qiynonisiga bir oz ichirgan ekan, mo'may palvon ko'yi qapga mengish oldidagi holatga kelibdi. Palvonmi bu suvdan ichib, ayolidan ayrilgan vaqtdagi qiyofatga kelibdi. Palvon va ayoli xushalliq yoshlarini to'kishibdi. Bu yurtning podshohi palvonning qaytib kelganligini anglab, butun yurt xalqini va palvonning oilasidagi kishilarni chaqirib, palvonning sharifi uchun 40 kech kunduz ziyofat berib, baygilarni uyushtiribdi. Ziyofat oyoqlashganda podshoh palvonga shahona uylarni yozib qo'yganligini, shuningga ko'chib kelib o'ltirishini aytibdi. Ammo palvon buni rad qilibdi va uyga qaytib oltin qapoqni akilib, uning suyiga quruq uzumlarni chilab, butun yurt xalqiga tarqitib beribdi. Üzümni yegan bovay momaylar yoshlik qiyofatiga qaytibdi. Shunda qilib bu yurt bo'ron ofatidan qutulib, xalqi texmi xushal-xuram, bayashat yashashga boshlabdi.